Nomukammal osteogenesis O'zbekiston va xalqaro tajriba. Poytaxtimizda o'tkazilgan ushbu mavzudagi xalqaro konferensiya tibbiyot sohasining ayni yo'nalishida amalga oshirilgan tadqiqotlar, kelgusidagi rejalar muhokamasiga bag'ishlandi. Batafsil hozirgi lavhamizda. Xrustal bolalar milliy loyihasi. Bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tomonidan amalga oshirilayotgan ushbu tashabbus bugun nomukammal osteogenesis kasalligi bilan xastalangan ko'plab oila farzandlariga sog'lom hayotni taqdim eta oldi. Bu boradagi vazifalar davlatimiz rahbarining kam uchraydigan arfan va boshqa irsiy genetik kasalliklarga chalingan bolalarga tibbiy va ijtimoiy yordam ko'rsatishni yanada yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bilan belgilab berilgan edi. Konferensiya doirasida xastalik bilan keyinchalik bu darddan forig' bo'layotgan bolajonlarning hikoyasi tinglandi. 18 marta operatsiya bo'lganman. Har bitta operatsiyam kamida 6 soat yoki 5 soat davom etgan. Lekin qancha qiynalgan bo'lsam ham, hozir mana natijasi bilinib turibdi. Juda xursandman. Prezidentimizga katta rahmat aytaman. 2 oy bo'yi qizim yurishni boshladi. Xursandchilikni ta'riflab bermaydi, u xursandchilikni. Uni ham shuncha narsani hozir men 1 minut 2 minutda aytdim, lekin buncha narsani 10 yillik narsani ichda o'tkazib aytib berish qiyin. 3 oyda ham kelganmiz, 2 oyda ham kelganmiz, vaqti kelganda 1 oyda ham kelganmiz, 1 oylab больницada yotganmiz. Prezidentimizga hammaga rahmat aytaman. Nihoyatda xursandmanki, avval bolam yugursa charchab qolar edi. Hozir esa bemalol yugura olayapti, maktabga borayapti. Avval korset taqib maktabga borganman, ixtisoslashgan maktabiga borgan, internetga. Hozirgi kunda Allohimning o'ziga shukr, o'zimizda yashab turgan mahallamda qishlog'imni maktabiga boradi, sog'lom bolalar qatorida sog'lom inson bo'lib, sog'lom farzand bo'lib yuribdi. Jahon tajribasidan kelib chiqadigan bo'lsak, hozirgi kunda ushbu kasallikni zamonaviy davolashning jarrohlik hamda konservativ usullari mavjud. Tibbiyotdagi islohotlar, xorijiy tajriba almashuvlar samarasi bugun bunday amaliyotlar o'zimizning shifokorlar tomonidan amalga oshirilmoqda. Nomukammal osteogenezga chalingan bolalarni Rossiya mutaxassislari bilan hamkorlikda festival stерженlari deydi, shular yordamida operativ davolash yo'lga qo'yilib, hozirgi kunda respublikamiz bo'yicha 140 ta bemorga yordam ko'rsatildi. Chanoq son bo'g'imida og'ir kasalliklar, bu nogironlikka olib keladigan kasallikni elektret yordamida operatsiyalar amalga oshirib kelinyapti. Turkiya davlati mutaxassislari bilan birgalikda og'ir 4-darajali skoliozga chalingan bemorlarda transpedikulyar implantlari yordamida operatsiyalar amalga oshirib kelinmoqda. Chet elga borish juda ham mablag'i katta, ya'ni o'sha 40 ming, 45 ming dollar ketkazib, o'sha O'zbekistondagi bolajonlarimizni u yerga ketishgan ekan. Hozirgi kunda bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondi orqali mutlaqo bepul, ya'ni bepul deganda bu davlatimiz tomonidan ajratilgan mablag'lar hisobidan ushbu bolajonlarimizni hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasining o'zida davolab bormoqdamiz. O'tgan yili shu nomukammal osteogenesis kasalligi bilan kasallangan bemorlarga 500 ming dollarli o'sha implantlarni sotib olganmiz va 70 ga yaqin bemor bolajonlarimizni jarrohlik amaliyotlarini o'tkazdik. Tadbir doirasida respublika ixtisoslashtirilgan pediatriya ilmiy amaliy tibbiyot markaziga Gaucher kasalligini davolash uchun qiymati 12 milliard so'mlik dori vositasi topshirildi. Bemor bolalar uchun bayram dasturxoni ham tashkil etildi.